Salom Timur. Da bilaman, men kechikdim, lekin shunga qaramasdan rus tilida bir ibora bor. Лучше поздно, чем никогда degan. Shuning uchun bugungi mehmonimiz iPhone 16e yaqinda chiqqan. Bu qanaqa telefon o'zi? Nima uchun kerak? Kim uchun kerak? Pulga arziydimi? Va men nima uchun bu telefonni sotib olishim kerak degan savolga bugun javob beramiz. Aytgancha, agarda siz yangi iPhone 16e xarid qilmoqchi bo'lsangiz, to Rashidov Store'ga kirsangiz, u yerda nafaqat bu, balki boshqa yangi iPhone'lar ham наличие описаниеda havolasini qoldirganman. Kuni kecha nimaga podkastga borganimda mendan so'rashdi. Nima Apple faqat flagmanskiy telefonlar chiqaradimi? Byudjetniga qo'l urib ko'rmaganmi deb. Qo'l urib ko'rgan. Bu narsa 2013-yili boshlangan. iPhone 5s chiqqanida, u bilan birgalikda esingizda bo'lsa agar, iPhone 5C chiqqanida, ya'ni C harfi colorni anglatardi va u естественно har xil ranglarda chiqqan edi. Korpusi plastikli edi, Touch ID'si yo'q edi, protsessori iPhone 5niki edi. Ya'ni iPhone 5s ni qisqartirilgan arzonroq versiyasi edi. Lekin biz uchun o'sha 5C ham aslo arzon emas edi o'sha paytlar. Yillar o'tib narxlar tashlagandan keyin nisbatan yaxshiroq sotilishni boshladi, lekin baribir 5C bestseller bo'lmagan va shundan keyin Apple bu lineykani taktugi bilan yopib tashlagan. 2016-yil ham keldi. Hamma biladi, iPhone 5s juda ham mashhur lineyka bo'ldi va iPhone 5s ni korpuslari haddan ziyod hajmda chiqarib tashlangan, bekordan bekorga yotibdi. Hattoki iPhone 6s sotilayotgan davrda 2016-yili Apple'dagilar eski iPhone 5s ni korpusiga iPhone 6s ni nachinkasini tiqib, uni iPhone Special Edition deb eski korpuslarini bizga shuna qilib tiqishtirdi. Ya'ni ular nima qilgan? iPhone 6s chiqqan, sotilyapti уже, bir-biriga bundoq qaraganda, qarab, bizda iPhone 5s korpuslari ham bir 20-30 millionta qolib ketdi. Nima qilamiz? Muzorga tashlaymizmi degan. Yo'q, qanaqa muzorga tashlaysan? Shuncha mehnat. Bo'pti, davay 6s ni protsessori bilan materinkasini ichiga tiqib chiqarib sotib yuboringlar deb mana shuna qilib utilizatsiya qilib yuborishdi, короче. Yana bu byudjetniy telefon deb 2016-yilda iPhone 5s Frankenstein Edition uchun $450 narx ham qo'yib qo'yishgan edi va bu shtatlarning nalogini inobatga olmagan holda naloglarini to'lab, keyin dastavkasiga ham pul to'lasangiz, palon pul bo'lardi u iPhone S'ga. Qaysi ahmoq olardi degan savolni berganman o'sha payti. Haqiqatan ham unaqa ahmoq topilmagan o'sha yili. Lekin 2 yildan keyin narxi tushdi-yu va qarabsizki iPhone SE birinchi pokoleniyasi горячие пирожки bo'ldi, qoldi. Apple'dagi tulkilar ham bu narsani xitlab qoldi va davom ettirishni boshladi bu lineykani. Oradan yillar o'tdi. 2018-yil ham kirib keldi va bizga Apple iPhone XS va XS Max ni taqdim etdi. Ya'ni uni to'g'riroq gapirsak, iPhone 10s va 10s Max va u bilan birgalikda bizga iPhone XR, ya'ni iPhone 10R ni taqdim qilishdi. Byudjetliroq versiyasi. XS dan bo'lgan farqi, uni display IPS oddiy edi, ramkalari qalin edi, har xil ranglarda kelardi, korpus alyuminiy edi va orqasida bittalik kamerasi bor edi. Chiqqan yilining o'zida iPhone XR ni filosofiyasini odamlar tushunishmadi. Chunki bir yil yangi iPhone chiqishini kutib borib byudjetli telefon sotib olmaydi-ku Apple ni fanatlari. Va bu keysda ham 2 yil o'tgandan keyin Apple ni o'zi iPhone XR narxini keskin tushirib qo'yib sotishni davom etaverdi. Apple'ning saytida sotilayotgandi 2020-yillarda va aynan o'sha 20-yilda iPhone XR best seller bo'lgan, ya'ni juda ham ko'p miqdorda sotilgan. Chunki narxiga nisbatan haqiqatan ham stoyishli telefon edi. Ana shu voqeadan keyin Apple har yili iPhone chiqarganida, masalan, Pro lineykasi bor va oddiy sonli lineykasi bor endi. Masalan, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max va iPhone 11, o'sha iPhone 11 XR ni sifatida kelgan. Ya'ni iPhone XR bilan bo'lgan muvaffaqiyatli tajribadan so'ng Apple'dagilar bu lineykani shundoqqina integratsiya qilib qo'yishdi har bitta yangi chiqayotgan iPhone'ga. Yana 2 yil o'tdi. 2020-yil ham kirib keldi va bizga endi iPhone 8 ni korpusiga iPhone 11 Pro ni nachinkasini tiqib, bu iPhone SE ikkinchi pokoleniya deb $429 ga sotishdi. Men o'zimni dangasaman desam, qarasam Apple'da mandan ham battar dangasalar bor ekan. 2022-yili o'sha yana 2 yil o'tgandan keyin Apple'dagilar yana iPhone 8 ni korpusiga endi iPhone 13 Pro ni nachinkasini tiqib, bu iPhone SE 3-pokoleniya deb sotishdi. Qo'yil qolish kerak lekin bor-ku. Lekin tan olish kerak, iPhone SE'chalar yomon sotilmadi. Shuning uchun ham Apple'dagilar bu lineykani uzoq vaqt ushlab turdi. Uzoq yomdi degandek. Xullas, shunaqa qilib biz bildik, iPhone 8 ni korpusi ham xuddi 5s nikiga o'xshab haddan ziyod ortiq darajada chiqib ketgan ekan va bizga shunaqa qilib uni utilizatsiya qilib yuborishdi.
Endi sal uyat ham kerak-da, endi Tim Cook aka, bunaqa emas-da. Shunaqa qilib noladik 2025-yil ham kirib keldi va Tim Cook bizga yangi iPhone SE 4-pokoleniyani ko'rsatadimi desam, bular yana velosiped o'ylab topishibdi nom qo'yish bo'yicha. Kim aytadi menga, mana Y harfi nimani anglatadi? Lekin Wylsacomning gapi to'g'ri. iPhone SE Tour degan nomga qaraganda iPhone 16Y deb nom qo'ysa, buni sotish osonroq. Nega? Mana o'zlaridan ko'ring. iPhone 16e это просто маркетинговая уловка, потому что так продавать проще. У тебя спрашивают, какой у тебя iPhone? Ты говоришь, у меня iPhone 16. Так, как аккуратно говоришь, как будто тебе плохо, как будто тебя тошнит немножко. Ты такой, Последний iPhone, ты говоришь. Какой у тебя iPhone? Последний. Новее, чем твой iPhone 16 Pro Max вообще. Вот так вот отвечаешь и все. Lekin biz bilamiz, bu telefonning filosofiyasi o'sha iPhone SE'niki. Ya'ni flagmanskiy iPhone'dan 2 barobar arzonroq yangi zamonaviy iPhone. Narxi shtatlardan nalogini inobatga olmagan holda 128 GB versiyasi uchun $600. Naloglarni to'lab, keyin dastavkasiga pul to'laganingizdan keyin buni narxi sizga $700 dan oshib ketadi. O'zbekistonda ham buni narxi $740 atrofida sotiladi. O'sha Rashidov Store'dan xarid qilishingiz mumkin. Keling, ko'p gapirmasdan va nihoyat ochib ko'raylik. Ana undan keyin sizga qolganini ham gapirib beraman, do'stlar. Qora versiyasi ekan. Aytgancha, bu telefonlar faqat oq va qora versiyada bor, boshqa rangi yo'q. Mana plyonli kabel va nima? Skrepka sim karta qo'yishingiz uchun. Yoqamiz. Mana sizga eski qolib ketgan komponentlarning simbiozi, ya'ni buterbrodi. iPhone 14 ni korpusi alyuminiydan qilingan. iPhone 13 ni displeyi monoqosh bilan va ramkalarining qalinligini qaranglar. Mana 15 Pro Max'ning ramkalari bundan ancha ingichkaroq. Qani? Mana qarang, ko'ryapsizmi? Bittalik kamera. Nima deysiz? Byudjetli iPhone'da endi bu. No realda 2025-yil chiqqan telefonda nomida 16 degan sifra bor-da. Mana bro. Qani Dynamic Island? Qani? Katta xolasinikida qolib ketdimi? Хотя бы action button qo'yib beribdi. Yo'perный teatr. Protsessor lekin A18. Da, bu zo'r. Lekin afsuski GPU bo'yicha bitta yadrosini shuni olib chopib tashabdi, kesib tashabdi. Nega? Chunki sotib oluvchining hayoti butun ham gulib ketsa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun Apple'dagilar aytgan sizlarga shunaqasi ham bo'veradi deb. Xo'sh, yana nima? Boya aytganimdek, yangicha action button, bu современный narsa. A18 urezanli protsessor, Apple Intelligence bunda bor, lekin afsuski bizga buni hech qanday tolqi va nafi yo'q, chunki O'zbekistonda Apple Intelligence ishlamaydi va uni ustiga Applening o'zining razrabotkasida bo'lgan C1 nomli aloqani qabul qiluvchi modem bu telefonga o'rnatilgan. Bundan nima foyda desangiz, agar masalan A18 protsessor ham Applening o'zining razrabotkasi, C1 modem ham Applening o'zining razrabotkasi bo'lgandan keyin ularning bir-biri bilan ishlashi yanada effektivroq va eng muhimi energiyani ko'proq tejaydi. Ya'ni sizning telefoningizning batareykasini unchalik ko'p yeb qo'ymaydi. Menimcha endi bundan buyon yangi chiqib kelayotgan iPhone'larning barchasida Applening o'zining razrabotkasida bo'lgan C1 nomli aloqani qabul qiluvchi modemlar o'rnatiladi. Yangiliklardan shu. Endi eskilikka kelsak, bunda iPhone 15 Pro Max'da turgan 48 megapiksellik kamera turibdi. Ya'ni bittalik kamera turibdi, Karl, va Apple'ning aytishi bo'yicha bunda 1x dan 2x zoomgacha optical zoom bor ekan. Qachondan beri bittalik kamerada optical zoom degan narsa bor. Ya'ni optical zoom degani bunga дополнительный optika kerak degani. Karl, mana qarang. Bitta, ikkita shu optika дополнительный bo'lganligi hisobiga optical zoom bo'ladi. Atak u uni ichidagi zoom u optical emas, u crop hisobiga bo'ladi. Ya'ni rasmingizni qirqilgani hisobiga zoom bo'ladi. Hozir biz bu narsani tekshirib ko'ramiz. Qarang, chap tarafingizda iPhone 15 Pro Max ga olingan, o'ng tarafingizda iPhone 16y ga. Ikkalasi ham 1x da turibdi. Endi ikkalasini ham 2x ga o'tkazamiz. Mana natija. Ko'ryapsizmi? Keyingi menusi bu telefonda MagSafe yo'qligi. Mana qarang. Turmaydi. Magnitchasi bor, chunki besprovod zaryadkasi bor-da ichida, lekin MagSafe yo'q, mana turmaydi. Turmaydi-da. Bu turadi lekin.
Naturalda bu natural. Siz tasavvur ham qilolmaysizki, qanchalik men mana shu MagSafe tizimiga o'rganib qolganligimga. Mashinaga o'tiraman, shundoq qistiraman, shundoq ilib oladi. Muammo yo'q. Bu telefonda bu narsa yo'q ekan. Lekin odamlarning aytishi bo'yicha bu unchalik kritichniy emas deyishdi, chunki maxsus chexollar bor, MagSafe'li o'shani qo'yib keyin qistirsangiz bo'ladi, turadi deyishgan. Yana minuslaridan ko'ramizmi? Bu telefonda 120 Hz yo'q. 2025-yilda chiqqan iPhone'da narxi $740 bo'lib, 120 Hz yo'q. Lekin $200 Android telefonda bor, byudjetli bo'lsa ham. Men shuni tushunmayman-da, nima uchun shunaqa qiladi bular. Hatto iPhone 16 prostoyda ham yo'q-ku 120 Hz. Shuning uchun uncha abidni emas, mayli. Mana shu telefonning plus va minuslari orasidagi eng katta plusini eng oxiriga sizga saqlab qo'ydim. Bilasizlarmi nima? Bu uning batareyasi. Ya'ni nafaqat men, balki boshqa odamlar ham aytayapti, iPhone 16 o'zini juda ham ajoyib tarzda ko'rsatyapti batareyani ushlashi bo'yicha deb. Nega? Chunki bunda juda ham katta hajmdagi batareya o'rnatilgan o'zining razmerlari uchun-da va tajriba ko'rsatishi bo'yicha iPhone 15, iPhone 16 va iPhone 15 Pro dan yaxshiroq ushlayapti ekan bu telefon batareyani. Mana bu skanerga e'tibor bering. Qarang, iPhone 16 ni batareyasining jismoniy razmeri va iPhone 15 ning batareyasining jismoniy razmeri. Qay darajadagi farq? Неужели Apple? Xo'sh, iPhone 16 ning batareyasining hajmi 4005 mAh. iPhone 15 ning batareyasining hajmi 3349. Praktiski 700 mAh farq. Bu narsa keskin qanaqadir o'zini farqini ko'rsatishi kerak lekin haqiqatan ham. MagSafe'dan voz kechib, bular batareyasini kattalashtirishdi. Lekin men baribir tushunmayapman, nega men bu telefonni $740 ga sotib olishim kerak. Xuddi o'sha $740 ga to'laqonli iPhone 16 ni o'zi ham turibdi-ku, bundan ko'ra chiroyliroq dizaynda, har xilcha ranglari mavjud, ikkitalik to'laqonli kamera, Dynamic Island, balo battar, hamma narsasi joyida, MagSafe ham bor. Nima uchun men urezinli iPhone olishim kerak $740 ga, когда men полноценный iPhone olishim mumkin o'sha pulga. Shuning uchun sizda talqovroq telefon bo'lishligi uchun iPhone 16 ni emas, balki yangi ochilmagan iPhone 16 ni o'zini sizlarga berib yuboryapmiz. Qarang, qanaqa darajaga chiqib ketdik biz, ey do'stlar. YouTube olish uchun esa hozir opисаниеga o'tasiz. Telegram kanalimga havola qoldirganman. O'sha havolaga o'tasiz. Keyin tepada pin qilingan post bor. O'sha pin qilingan postga bosasiz. Postni o'qib chiqasiz va tagida ishtirok etish degan tugmasini bosib qo'ysangiz, bas, siz ishtirok etyapsiz do'stlar. Qachon javobi chiqishi nechida o'sha postda yozilgan bo'ladi. Hammaga omad. Ayni damda men $740 ga iPhone 16 sotib olishdan hech qanday naf ko'rmayapman, chunki o'zingiz ko'rdingiz, o'sha pulga iPhone 16 olganingiz ma'qul. Agarda siz hozirgi paytda iPhone 16 olsammikin deb o'ylab turgan bo'lsangiz, aslo bu fikrdan qaytib o'sha pulingizga iPhone 16 oling. iPhone 16gachi buni taqdiri nima bo'ladi desangiz agar, buni davri hali keladi. Hozir emas, Apple'ning o'zi ham menimcha bu narsani biladi va ataylab qilsa kerak. Mana 2 yil o'tadi, narxi tushadi-ku, bir $100-150 ga tushadi-ku, $450-500 bo'lsin mana shu telefon. Ana undan keyin ko'rasiz qanaqa darajada sotilishini. Mana sezib turibman. Mana shu telefon 2 yildan keyin bestseller bo'ladi. Ya'ni o'zini puli uchun haqiqatan ham stoyishi zamonaviy telefon bo'ladi, chunki bilamanki iOS 19 ni, iOS 20 ni va hattoki iOS 21 ni ham qo'llab-quvvatlaydi mana shu telefon. Nima uchun men bu narsani ishonchim komil bo'lib aytayapman? Chunki bunaqa tajriba Apple'dan уже o'tgan. Mana iPhone SE birinchi pokoleniya, iPhone SE ikkinchi pokoleniya, uchinchi pokoleniya tak dalil. Va bu bilan ham xuddi shu narsa bo'ladi do'stlar. PUBG, Geekbench test, balo test, battar test qilib o'tirmadim, chunki undan hech qanday to'liq yo'q. Eng asosiy maqsad bu o'zimning fikrimni yetkazish bu telefon bo'yicha, nima yangiligi bor, nima eskiligi bor va filosofiyasi nimada bu telefonning, nima uchun bu chiqdi va nima uchun biz buni sotib olishimiz kerak degan savolga javob berish edi. Qolgan narsasini qilishdan umuman to'liq yo'q. O'ylaymanki sizga bu video yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Teamline. Keyingi rolikda ko'rishguncha.